Sizning OneID login va parolingiz bu sizning raqamli dunyodagi pasportingiz kaliti. U orqali bugun 900 dan ortiq raqamli hukumat tizimlariga kirish mumkin. Birgina parolni berish mana shu barcha eshiklarni ochiq qoldirish bilan barobar. Agar firibgarlar parolingizni qo'lga kiritsa, sizning nomingizdan kredit olishi, shaxsiy ma'lumotlaringizdan g'arazli maqsadlarda foydalanishi va hatto ularni o'zgartirishi mumkin. Eng xavflisi, ular sizning nomingizdan elektron raqamli imzo olib, istalgan hujjatga qo'l qo'yishi va tadbirkor sifatida ish yuritishi mumkin. Esda tuting, hech bir davlat idorasi xodimi sizdan parol yoki SMS kod so'ramaydi. So'radimi? Bilingki, bu firibgar. Har qanday shubhali holatlarda OneID tizimiga kirish parolini almashtiring. Bunda albatta murakkab parollardan foydalaning. Doimiy ravishda 2 bosqichli himoyani yoqib qo'ying. MyID yuz orqali identifikatsiya ham faol holatda bo'lsin. Har qanday tasdiq kodlarini hech kimga bermang. Ushbu himoya usullaridan oila a'zolaringizni ham albatta xabardor qiling. Unutmang, xavfsizlik o'z qo'lingizda.